Alloh taolo o'zining solih bandalari uchun juda suyukli zot. Allohni chinakam yaxshi ko'rgan inson Alloh yo'lida qiynalsa, bu qiynoqlarga e'tibor bermaydi. Bilol radhiyallohu anhu ni qizigan toshlar bilan azoblashar edi. U kishi bu qiynoqlarga e'tibor bermasdilar, balki takror Alloh yakka yagona zot deb aytardilar. Urva ibn Zubayr rahimahullohning oyoqlarida gangrena boshlanadi. Tabiblar oyog'ingni kesmasak bo'lmaydi deyshadi va sharob ichsang og'riqni kamroq his qilasan deb aytishadi. U kishi yo'q, sharob ichmayman, balki namoz o'qiyotgan vaqtimda oyog'imni kesinglar deb aytadilar. Namoz o'qiyotganlarida qalblari butunlay Alloh bilan bo'lar edi. Hatto qattiq og'riqni ham sezmay qolardilar. Allohga bo'lgan muhabbati cheksiz bo'lgan inson a'zosi kesilsa ham, o'tda kuydirilsa ham dodvoy solmaydi. Tushkunlikdan o'zini yo'qotmaydi. Chunki uning qalbi Alloh bilan. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhu mushriklar tomonidan qatl qilishi uchun dor ostiga olib kelinganlarida aytganlar: "Dinim uchun etilsam qatl, g'am qilmayman dunyoga axir. Chiqsa jonim Robbim yo'lida, qo'rquv yog'am ne qilur menda. Xohlasa u berar ajru savobin, har bir tanam olur o'z mukofotin." Allohni tanigan, chin yurakdan Allohni yaxshi ko'rgan inson ana shunday bo'ladi. Alloh undan rozi bo'lsa, odamlarning g'azab qilishiga e'tibor bermaydi. Bor e'tibori Alloh bilan o'zining orasini isloh qilish bo'ladi. Allohni haqiqiy tanigan inson bu dunyoda baxt, saodatli, pokiza hayot kechiradi. Hamma holatda Allohga qaytib orom oladi. Odam alayhissalom daraxt mevasidan yeganlaridan keyin Allohga osiy bo'lganlarni angladilar. Va shu zahoti o'ng chap tomonga yugurib, daraxt barglari bilan o'zlarini o'radilar. Alloh taolo: "Ey odam, mendan qochyapsanmi?" deb xitob qilganida, Odam alayhissalom: "Yo'q, ey Robbim, sendan hayo qilyapman" deb aytdilar. Allohni haqiqiy tanigan inson Allohdan haqiqiy hayo qiladi. Ibrohim alayhissalom Allohning xolili, odamlar u kishiga qattiq aziyat berdilar. Hatto otalari, eng yaqin qarindoshlari ham u kishiga qarshi bo'ldi. Ibrohim alayhissalom o'z o'lkalarini tashlab ketdilar. Kim tomon ketdilar? Men Robbim tomon hijrat qildim deb Alloh buyurgan tomonga yo'l oldilar. Dunyodagi eng afzal amal gunohdan uzoq bo'lib, farz vojiblarni bajarish. Ma'siyat zulmatidan iymon nuriga chiqish. Ana shu eng katta hijrat. Yusuf alayhissalom o'ta qiyin holatga tushib qoldilar. Gunohga chorlovchi barcha narsalar mavjud edi. Qasr malikasi eshiklarini qulfladi. Yusuf alayhissalom nima qildilar? Allohim, o'zing meni asragin dedilar. Bu kalima qarshisida gunohga chorlovchi barcha narsalar yo'q bo'lib ketdi. Kim haqiqatan Allohni tanasa, Allohga haqiqiy yuzlansa, osmon va yerdagi fitnalar unga zarar bermaydi. Alloh taolo bu bandani iymonda sobit qiladi. Allohni haqiqiy tanigan inson faqat Allohga yuzlanadi. Hatto mushriklar ham qiyinchilik vaqtida faqat Allohga yuzlanganlar. Alloh taolo aytadi: "Dengizda sizlarga biron musibat yetsa, sizlar faqat Allohga yuzlanib, but sanamlaringizni unutursizlar." Eng ulug' ilm va eng muhim vazifa Alloh azza va jallani tanishdir. Banda Alloh taoloni buyuk, mukammal ism sifatlari bilan taniydi. Allohning ism sifatlarini o'qib o'rganish ilmlarning eng buyugidir va bu uchun sarflangan vaqt eng afzal vaqtdir. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allohning mukammal ismlari cheksizdir. Lekin Alloh taolo bizlarga ayrim ismlarni bildirdi. Undan boshqa biror maxluq bilmaydigan Allohning ko'plab ismlari bor. Alloh taolo bizlarga bir qancha ismlarni xabar berdi va 99 ta ismini o'qib o'rganib, amal qilgan insonga jannat va'da qilindi. Allohning ism sifatlarini mukammal bilish qalbda Allohga bo'lgan muhabbatni,
Allohdan qo'rqishni, Allohdan umid qilishni, barcha qalb amallarini mustahkamlaydi. Allohga duo qilganda tavassul qilinadigan eng buyuk amal Allohning mukammal ismlari va oliy sifatlarini aytib duo qilishdir. Agar hayotingizni Allohni tanishga, Allohning ism-sifatlarini ta'lim olishga sarflasangiz, aql bovar qilmaydigan yaxshiliklarga erishasiz. Bu yaxshiliklarning hisobi yolg'iz Allohga ma'lum. Allohni tanib, yolg'iz uning o'ziga ibodat qilish farzlarning eng birinchisidir. Alloh taolo aytadi: Allohdan o'zga haq iloh yo'q ekanini bilgin. Ya'ni bu ilmni o'qib o'rganishda jiddiy jahd qilgin. Banda Allohni tanimasa, uning iymoni sahih bo'lmaydi. Banda Allohning ism-sifatlarini o'qib o'rganmasa, uning tavhidi mukammal bo'lmaydi. Allohim, ism-sifatlaringni o'qib o'rganib, mukammal iymonli bo'lishga bizlarni muvaffaq qil va iymon lazzatini bizlarga nasib et. Allahu ya